Assalomu alaykum Olimjon aka. Assalomu alaykum. Suhbatga rozi bo'lganingiz uchun ko'p rahmat. Olimjon aka, ziyoli o'zi kim va biz qaysi mezonlarga, sifatlarga asoslanib shu insonni ziyoli deb ayta olamiz va nima sababdan ziyoliga jamiyat hamisha ehtiyoj sezadi? Har qanday jamiyat ergashuvchi va ergashtiruvchi kuchlardan iborat. Bu hokimiyatshunoslik yoki kritologiya fanining asosiy qonuniyatlaridan biri. Agar 1000 kishilik bir izdihomni ko'z o'ngimizga keltirsak, shuni atigi 3% 30 nafari ergashtiruvchi kuchga aylanadi. Qolganlar mana shu 30 nafarga ergashadi. Va mana shu ergashtiruvchi kuchlarning asosiy qismini, yadrosini ziyolilar tashkil qiladi. Ziyoli degani bu juda zalvorli so'z. Qur'oni Karimda Alloh taologa nuru samavati val arz deydi. Ya'niki Alloh taolo osmonlar va yerlarning nuridir deydi. Ziyoli degani nur, ziyo, oydinlik, yorug'likdan kelib chiqqan. Shu nuqtai nazardan ham ziyoliga agar qaraydigan bo'lsak, bu juda mas'uliyatli bir qatlam hisoblanadi. Ammo bugun ziyoliga nisbatan bir bepisand qarashlar shakllandi. Sabab oliy ma'lumotli diplomni sotib olgan, nomiga universitetga borib kelganlar ham ziyoli. Bir galstuk taqib yurganlar ham ziyoli. Jamoat tadbirlarida kiftini keltirib, mato sano o'qiydiganlar ziyoli. Chapaklar va chalpaklar mamlakatda faqat chapak chaladiganlar ziyoli. O'zi amal qilmaydigan narsalarga da'vat qiladiganlar ziyoli deb turibdi. Va mana shundan jamiyatning ixlosi ziyolilardan qaytyapti. Ammo bir narsani aytish kerak. Hech qachon botil mezon bo'la olmaydi. Albatta, ziyoli nomiga dog' tushirayotgan qatlam hamma vaqt bor. Lekin jamiyatning ma'naviy umurtqasini tik tutishga sababchi bo'layotgan va shunga umrini baxshida etayotgan oz bo'lsa ham odamlar bor har qanday davr zamonda. Va mana shu ziyoli qatlamining saviyasiga qarab o'sha xalq, o'sha jamiyat haqida xulosa chiqarish mumkin bo'ladi. Ziyoli qaysi millat vakili bo'lishdan qat'iy nazar o'zining o'zak xislatlari bor. Ya'niki o'sha xislatlar agar bo'lsagina biz bu odamni ziyoli deb atay olamiz. Ziyoli degani faqat ozoda kiyinadigan, har bir gapida lutf qiladigan, adabiy tilda so'zlashadigan, oq ko'ylak kiyib so'zda ham, yurishda ham, amalda ham o'ziga gard yuqtirmaslik hadisini olgan odam ziyoli emas. Ziyoli birinchi navbatda halol odam bo'lishi kerak. Ziyoli bu halollik ziyolining bosh belgisi. O'ziga ravo ko'rmagan narsani birovga ravo ko'rmaslik va faqat o'ziga ravo ko'rgan narsalarni boshqalarga ilinish mana shu halollik, insofning bosh belgisidir. Hazrat Navoiyning bir bayti bor. Odamiyga yaxshi ko'p avsof erur, lek alarning ashrafi insof erur. Ziyoli insofli bo'lish kerak. Va ikkinchi belgilardan biri, o'zak xislatlaridan biri bu jasorat. Ma'naviy jasorat, jur'at. Jasorat qachon zohir bo'ladi? Jasorat haqiqatni mavridi kelishni kutmasdan, birovning izzat nafsiga tegmasdan ayta olish mahorati. Bu qanday qilib aytish? Haqiqatga xizmat qiladigan shaklda, haqiqatni ro'yobga chiqishga xizmat qiladigan shaklda va kerakli odamga aytish bu ziyolining ikkinchi burchi hisoblanadi. Bir narsani qilganda ziyolining xizmatida, ziyolining kuyinishlarida shaxsiy g'araz, ta'ma, ilinj bo'lmasligi kerak. Fi sabililloh ishlash kerak. Masalan, bir Abdullah Avloniy Turkiy Guliston yo axloqni yozayotganda u hech qachon mashhurlikni da'vo qilmagandi. Boy bo'lishni istamagandi. Orden yo medal
maqsadida yozmagandi. Balki mana shu xalqning bolasini xulqi go'zal bo'lishini, atvori go'zal bo'lishini, hayoti go'zal bo'lishini niyat qilib shu asarni yozgandi. Va mana shu narsa Ziyolining asosiy xislatlari deb men o'ylayman. Proletariat diktaturasi hukmron bo'lgan davrda, ya'ni sobiq sho'ro davrida shu bir sinfiy qatlamlar bor edi. Ya'ni ishchi sinfi, dehqon sinfi va intelligensiya ziyolilar qatlami bor edi. Va mana shu ziyolilar qatlamiga olimlar, ijodkorlar, o'qituvchilar, shifokorlar va muhandislar, injenerlar kiritilardi. Afsuski, bugun mana shu qatlam nisbatan sayozlashib qoldi. Sabab nimada? Birgina muhandislikda olaylik. Ya'ni arxitektorlarimiz biz uchun manzillar bunyod etadigan, Registonga o'xshab hashamatli binolar bunyod etadigan, shu moddiy madaniy meros yaratadigan muhandislarni ko'z o'ngimizga keltiraylik. Shu muhandislarimiz ijodkorlik salohiyatini yo'qotganday tuyuladi. Ya'ni ular hozir mana shu faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar va qaysidir bir prorab, qaysidir bir uchastka boshlig'i yoki qaysidir bir trest boshlig'ining talabiga mos keladigan binolarning tarixini chizish bilan mashg'ul. Menga shunday tuyuladi. Balki bordir qayerdadir. Ya'ni masalan xorijga agar boradigan bo'lsak, har bir bino, har bir inshoot o'z nimasida o'z holicha bir san'at asari, bir-biriga o'xshamaydi. Ya'ni arxitekturada ko'chirmakashlik yo'q u yerda. Ammo bugun bizning arxitektorlarimiz, me'morlarimiz o'zining burchini, ya'niki mana shu vatanni, ozod, obod vatanimizni chiroyli bo'lishiga, go'zal bo'lishiga o'zining hissasini kamroq qo'shyapti degan bir holatni kuzatyapman. Ikkinchi qatlam bu shifokorlar. Shifokorlarimiz bugun sog'liqni saqlash tizimida emas, balki kasalliklarni aniqlash yoki kasalliklarni pul evaziga davolash tizimida ishlayotgandek bo'lyapti. Holbuki sog'lom millat uchun birlamchi javobgar bo'lgan odamlar bular shifokorlar. Men faqat shifokorlar deganda tibbiyot xodimlarini emas, veterinariya xodimlarini ham nazarda tutyapman. Agar shifokor bir kishiga najot beradigan bo'lsa, veterinar butun boshli bir jamiyatni halokatdan asrashi mumkin. Lekin bugun o'sha kasal mollarni bila turib ruxsat berayotgan veterinarlarimiz yoki o'sha kasallikka qarshi kurashmayotgan veterinarlarimiz o'zini ziyoli deb atashga haqqi bormi? O'qituvchilarga keladigan bo'lsak, o'qituvchilarimiz farzandini kamoli bilan shogirdini kamolini bir xil orzu qiladigan, bir go'zal bir Xudodan keladigan bir kasb, ammo shu bilimni pulni evaziga sotadigan va shogirdlarini, dissertantlarini muayyan bir pul evaziga, bir moddiy manfaat evaziga soxta olimlar safini ko'paytirayotgan fan darg'alarimiz, shular o'zini ziyoli deb atashga haqqi bormi? Shu narsalar odamni o'ylantiradi va nima uchun bugun davlat rahbari har bir sohaga ilmiylik bilan yondashishi kerak, har bir sohada ziyolilar bilan shu maslahatlashish kerak degan gapdan keyin albatta bir o'kinch bilan, bir armon bilan bugun men Abdulla Oripovning yo'qligini, Erkin Vohidovning yo'qligini juda ko'p tanamda his qilaman. Qaniydi o'shalar mening yonimda bo'lsalar degan gap aslida mana shu tanbeh har bir ziyolini uyqusini qochiradigan bir holat bo'lishi kerak. Nima uchun bugun Abdulla Oripov yo Erkin Vohidov, Ozod Sharofiddinov, Sherali Jo'rayev, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Aloddin Mansurga o'xshaganlarni o'rnini bilintirmaydigan odamlar yo'q? Ana shu savolni sizga bermoqchi edim. O'sha ziyolilar ko'pmi, bormi deganimda, bugun o'sha jamiyatimiz, xalqimiz quloq soladigan, kerak bo'lsa ketidan ergashadigan shu hattoki shunday ta'rif ham borki, ziyolilar bu jamiyat vijdoni deyishadi. Hattoki shu darajada, chunki bu ajoyib bir komil inson ular aslida. Mana shunday insonlar bizda bugun bormi? Agar yo'q bo'lsa, buning sababini siz nimada ko'ryapsiz?
Hammani birinchi sababi shuki, ziyoliga bo'lgan munosabat o'zgarayotgani birlamchi sababi shuki, bugun jamiyatda mezonlari o'zgardi. Ya'ni oldin bizni bobolarimiz duo qilardi. Farzandim olim bo'lsin deb, farzandim polvon bo'lsin deb. Bugun boy bo'lsin deb duo qiladi. Moddiy boylik birinchi darajaga chiqib qoldi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi shundan iboratki, ziyolini mana shu darajaga tushishini, bozor iqtisodiyotini biz boshqacha tushundik. Ya'ni Fitrat domla aytadiki, bozor ma'naviyatga xizmat qilishi kerak, ma'naviyat bozorga emas. Davlatchilik asosi ham shunday edi asrlar davomidagi. Qalam qilichning panohida o'zini ishini qilish kerak. Ya'ni qalam qilichni boshqarardi. Bugun esa qilich ham, qalam ham sarmoya manfaatini himoya qilyapti. Bu butun dunyoda bo'layotgan hodisa. Ilmga, fanga munosabat ham butunlay o'zgardi. Ya'ni iqtisodiy rivojlanish, moddiy farovonlik fan taraqqiyotiga xizmat qilishi kerak. Ammo bugungi kunda fan taraqqiyoti uning iqtisodiy samaradorligiga bevosita bog'liq. Moddiy manfaat keltirmaydigan sohalarga 4-darajali e'tibor bo'lyapti. Bu butun dunyoda bo'layotgan hodisa. Va bugun dunyo, bu man faqat O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo yo mintaqa yoki postsovet davlatlari emas, dunyoda bir axloqiy tanazzul kuzatilyapti. Dunyo misli ko'rilmagan bir behayolik, bir madaniyatsizlik, bir ma'naviy inqiroz davrini boshdan kechiryapti. Va bundan qutqarishning yagona yo'li baribir ziyolining zimmasida. Va bu ziyoli kimlar va qanday qilishi mumkin? Ziyoli birinchi navbatda shaxsiy o'rnak ko'rsatish kerak. Ana shunday shaxsiy o'rnak ko'rsatayotgan ziyolilarimizni ko'ryapsizmi? Chunki mana bugun jamiyatimizda ziyolilarning o'rni aslida qanday? Ular faolmi? Ular jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarga ta'sir ko'rsata olyaptimi? Fikri bilan, munosabati bilan, qarashlari bilan, shaxsiy pozitsiyasi bilan. Men endi butun ziyolilar haqida gapira olmayman. Lekin umuman olganda bizning jamiyatimizda o'rnak bo'la oladigan, shaxsiyati butun bo'lgan, ruhiyati toza bo'lgan ziyolilarimiz ko'p. Hamma narsa qiyosda bilinadi. Men palonchilar haqida gapirmayman. Palon odam mana shunday ziyoli deb gapirmayman. Lekin umuman olganda men istagan sohani oling va mintaqa misolida ko'ring. Bugun O'zbekistonda maqom san'atining rivojlanishi mintaqadagi boshqa davlatlardan ko'ra ancha baland. Musiqa san'ati ham xuddi shunday, estradasi ham shunday, adabiyot ham shunday, sport ham shunday. Nisbat oladigan bo'lsak, har holda mana shu yukni, ya'niki xalqqa ma'rifat taratish, ziyo taratish nuqtai nazaridan bizda bir missiyasini bajaryapti. Ziyoli bo'lmagan jamiyatda qanday bo'ladi? Oddiy narsani aytamanki, Ziyoli chetga surib qo'yilgan. Ziyoli chetga surib qo'yilgan davlatlarda, jamiyatlarda isyonlar bo'ladi. Xalq va jamiyat o'rtasida bir muvozanat yo'qoladi. Ziyoli mana shu jamiyatdagi muvozanatni, ma'naviy barqarorlikni ta'minlab beradigan kuch. Xo'p, 2016-yil birinchi prezidentimiz vafotidan keyin juda ko'p xorijiy aqliy markazlar O'zbekistonda tartibsizliklar, isyonlar bo'lishi, O'zbekiston inqilob arafasida ekanini bashorat qilgandi. Sababi ularning talqiniga ko'ra birinchi prezidentimiz xuddi Fir'avnday, go'yoki o'qishdan keyin O'zbekistonda quyosh chiqmaydiganday odamlardan shunday tasavvur bor va bu tasavvur chilparchin bo'lgandan keyin O'zbekistonda davlatga va davlatchilikka ishonch qolmaganidan keyin mana shu inqilob bo'ladi degan bir bashorat bo'ldi. Lekin mana shu inqilobiy bir holatni juda orom, tinch, osoyishta o'tkazganda, ya'ni yangi bosqichga, yangi O'zbekiston bosqichiga o'tkazishda ziyolilarning xizmati juda katta.
Bu faqat siyosiy kuchlarni emas, balki ziyolilarning birdamligi va o'sha davlatchilikni asrab qolish yo'lidagi sa'y harakati mana shu barqarorlikka, tinchlikka sabab bo'ldi. Buni men bilaman, ko'pchilik inkor etadi. Lekin voqelik shu va bu narsani biz hech qachon inkor etmasligimiz kerak. Bugun ziyolilarimiz nima bilan shug'ullanyapti degan savol ham bor. Qanchalik ular faol va qanchalik shu jamiyatimizda kechayotgan jarayonlarga ularning ta'siri qay darajada bo'lyapti? Jamiyatga ta'siri mana shu so'nggi yillarda sal susaydi. Sabab nimada? Sabab shundaki, mana shu biqiq bir jamiyat birdaniga ochilganda, xuddi bir katta bir daryo yo'l ochilganda boshida bir po'rtanib bo'ladi. Loyqa suv keladi. Haq bilan botil aralashadi. Ko'piklar paydo bo'ladi. Va mana shunday paytda suvlar tinmagan joyda ziyolining ovozi eshitilmaydi. Endi suvlar tinyapti. Ya'ni bu ijtimoiy tarmoqda chiqib faqat negativ xabar tarqatadigan, faqat mana shu kamchiliklarni go'yoki ko'rsatadigan va o'sha bir kamchiligini o'zini shaxsiy manfaatiga xizmat qildiradigan odam bu ziyoli, bu xalqning farzandi emasligini odamlar endi asta-sekin anglab yetyapti. Ijtimoiy tarmoqda yoki televideniya, matbuotda chiqib faqat yutuqlarimiz haqida og'izni ko'pirtirib gapiradigan va ko'piksimon bir narsalar yozadigan chapaklar va iqtiboslar qirollari ham, bular ham ziyolini tamsil etmasligini xalq tushunyapti. Hoji Ahrori Valiydan bir katta olim haqida so'rashibdi. Palonchi haqida nima deysiz desa, bu avom kishi debdi. Keyin bir ikki kundan keyin bir cho'pon haqida so'rashibdi. Palonchi keldi, qanaqa, u kishi juda ulug' odam, juda olim odam debdi. Kechagina bir olimni avom kishi dedingiz. Bugun bir cho'ponni olim, juda ulug' odam deyapsiz. Buni ma'nosi ne desa, payg'ambarimizdan xulq meros qoldi, ilm meros qolmadi. Kimni xulqi go'zalroq, o'sha olimroq, payg'ambarga yaqinroq degan. Ya'ni ziyoli cho'pon bo'lib turib ziyoli bo'lish mumkin, professor bo'lib bir johil, bir avom odam bo'lish mumkin. Ya'ni ziyoli uni ma'lumot, oliy ma'lumotli yo ma'lumotli emasligi yo qaysi kasb egasi bo'lishdan u bilan belgilanmaydi. Ziyoli degani o'sha ijodkor, o'sha san'atkor, o'sha olimning yo diniy xodimning jamiyatning oldida, millatning oldida, Xudoning oldida mas'uliyatini qay darajada sezadi. Ana shu bilan belgilanadi. Lekin san'atkor boshqa, ziyoli boshqa. Olim boshqa, ziyoli boshqa. Ulamo boshqa, ziyoli boshqa. Ya'niki ziyoli olim bo'lishi mumkin. Ziyoli san'atkor bo'lishi mumkin. Lekin hamma san'atkor ham ijodkor yoki san'atkor ziyoli bo'la olmaydi. Bugun bizning ziyolilarimizning oldida turgan asosiy vazifa nima? Ularning missiyasi nimadan iborat? Sovet davrida ziyolilarni, ya'niki bizni ajdodlarimizni hamisha hukumatga qarshi, davlatga qarshi bir personaj sifatida ko'rsatishgan. Ya'ni adabiyotda ham ikki toifa, progressiv va reaksion adabiyot, saroy adabiyoti va progressiv adabiyot. Saroyga xizmat qiladigan bu reaksion adabiyot hisoblanardi. Shu narsa noto'g'riligini aytish kerak. Sababi ziyoli qaysi jamiyatda yashashdan qat'iy nazar davlatchilikning asosini mustahkamlovchi, xalqni davlatga va davlatni xalqqa oshno tutadigan va ularni o'rtasida qaysidir bir ma'noda tilmoch bo'ladigan bir qatlam bo'lishi shart. Bekorga Hazrat Jomiy yoki Navoiy yo Hoji Ahrori Valiy yo Shayx Nizomiddin Xomush yoki boshqa bizni ulug'larimiz Mir Said Baraka podshohlar, sultonlarning yonida yurib, ana shularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmagan. Bekorga bo'lmagan. Ochiqini aytish kerak, bugungi islohotlardan eng ko'p yutgan shu ta'lim,
oliy ta'lim tizimidagi ziyoli qatlami bo'ldi. 10 yil oldin bir stavka uchun maksimum 400 AQSh dollari oladigan professor bugun kamida 2000 dollar ekvivalentdagi maosh olyapti. Lekin hali ham 10 yil oldingi fikrlari bilan yuribdi. Junayd Bag'dodiyning bir gapi bor. Agar men duolarim ichida bittasi ijobat bo'lishini bilsam, kimni duo qilardingiz deganda, agar men shuni bilganimda Zamon podshohini duo qilardim. Ki Zamon podshohining ishi yaxshi bo'lsa, butun ra'iyatning ishi o'nglanadi degan ekan. Endi hozir birinchi navbatda yana bir narsani aytishim kerak. Ziyoli bilan siyosatchi ixtilofga boradigan bo'lsa, siyosat adabiyotga, ma'rifatga qarshi kurash e'lon qilgan joyda albatta siyosat yutqizadi. Qodiriy va Stalin masalan, ikkalasi ham bu chin dunyoda yo'q. Lekin bugun kim g'alaba qildi? Pontiy Pilat va Iso Masih. Kim g'alaba qildi? Va boshqa misollarni yuzlab aytish mumkin. Ammo odil podshoh, odil hukumat hamisha ziyolilarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Ziyoli esa bu davlatning maddohi emas, balki o'sha davlatdagi kamchiliklarni ko'rsatib, o'sha kamchiliklarni bartaraf etish yo'lini unga aytib turish kerak. Bu shunchaki tanqidchi emas, balki o'shani isloh qiluvchi bir odam bo'lishi kerak. Bugungi kunda bozor iqtisodiyoti biz farovonlik haqida harakat qilyapmiz. Yalpi ichki mahsulotimizni 2 hissa, 3 hissa oshirishga harakat qilyapmiz va bu borada biz muayyan bir natijalarga erishdik. Ya'ni 10 yil oldingi jamiyatdan ko'ra biz bugun 2 barobar yaxshiroq yashayapmiz. Ammo tafakkur sohasida, ma'naviyat sohasida jamiyat mana shu ma'naviy nuqtai nazardan, ruhiyat nuqtai nazardan sog'lomligi 10 yil oldingidan 2 hissa yaxshilandimi yoki yo'qmi? Mana shu savolga agar javob beradigan bo'lsak, bu savolimizga baribir ijobiy javob berishimiz qiyin bo'ladi. Olimjon aka, axloqiy ma'naviy jihatdan tanazzulga yuz tutgan jamiyat iqtisodiy jihatdan rivojlana oladimi? Farovonlik bo'lishi mumkin. Farovonlik bo'lishi mumkin, sababi xom ashyo sotish hisobidan, oltin sotish hisobidan, bosqinchilik hisobidan masalan u boyib ketish mumkin. Mana Chingizxonni davridagi mo'g'ullar juda farovon yashagan. Lekin u nimani evaziga kelgan? Va ular haqida ularda Chingizxonni armiyasi birorta ziyoli yo'q edi. Va ular qudratli bir imperiya barpo etdi. Va Chingizxon mana shu imperiyasini ziyolisiz, ziyoli bo'lmagan bir jamiyat barpo etmoqchi bo'ldi. U qayerga borgan bo'lsa, ilm ahlini hammasini qilichdan o'tkazdi. Va butun boshli jamiyat qo'shin va qo'shinga xizmat qiladigan qatlamdan iborat bo'lishi kerak edi. Mo'g'ul imperiyasining konsepsiyasi shunga qaratilgandi. Ammo nimaga erishdi? Natija shu bo'ldiki, bosqinchi bosib olingan yurtda o'sha mazlum xalqning urf-odatlari, an'analari, tili, dini, e'tiqodini qabul qildi va shu xalq tarkibiga singib ketdi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu shundan dalolat beradiki, millatning o'zligini saqlaydigan, borligini saqlaydigan va uni kelajak avlodlariga bus-butunligicha boyitilgan holatga yetkazadigan qatlam bu ziyoli bo'ladi. Va agar biz kelajakda ham O'zbekistonda mana shu xalq yashashi, mana shu urf-odatlari bo'lishi, mana shu adabiyoti, tili, san'ati, madaniyati rivojlanishi va kelajakda ham dunyo xaritasida shu til mavjud bo'lishini istasak, unda ziyoliga e'tibor berishimiz shart. Unda ziyoli mana shu missiyasini unutmasligi kerak. Aks holda iqtisodiy jihatdan rivojlanadi, ammo millat sifatida o'zligini yo'qotadi.
ziyoli faqat boy bo'lish emas. Ziyoli balki rivojlanish boshqa narsa, moddiy farovonlik boshqa narsa ekanini ko'rsatish kerak. Butun O'zbekistonni agar osmon o'par binolar bilan qoplaydigan bo'lsak ham, ammo bitta me'mor, bitta rassom, bitta qo'shiqchi, bitta aktyor, bitta yozuvchi, bir olim, bir kashfiyotchi yetishtira olmasak, bizning farzandlarimiz mana shunday cho'qqilarni, ilm, fan, madaniyat, san'at cho'qqilarini zabt etolmasa, bundan hech qanday ma'no yo'q. Va mana shuning uchun ham ziyolilar sobit qadamlik bilan shu yo'lda barqaror bo'lishi kerak. Iqtisodiy islohotlar 1 yil, 2 yil, boringki 10 yilda o'zini samarasini beradi. Mana ko'rib turibmiz. Siyosiy islohotlar bir kechada o'zini natijasini ko'rsatishi mumkin. Ammo ma'naviy islohotlar u butun boshli yangi avlod kelishi kerak. Bugungi kunda jamiyatimizdagi mana shu ma'naviy nobasomonliklar, bir palapartishliklar, bir kemtikliklar, bular hammasi uzoq yillar davomida oldin iqtisodiyot, keyin siyosat, ma'naviyat, ulardan keyin degan bir olib borilgan noto'g'ri siyosatning natijasi. Kambag'allikka qarshi kurashish vazirligimiz bor. Va bu vazirlikda qashshoqlikka qarshi kurashish loyihalar doirasida trillionlab davlat pul ajratyapti. Trillionlab. Lekin ana shu mablag'larning muayyan bir qismi, salmoqli bir qismi egasiga yetib bormayotganini davlat organlari hisobotlarida mavjud. Bu nimadan shunday bo'lyapti? Sababi bizda ma'naviy illatlarimiz urchib borayotgani. Birinchidan oriyat yo'qolgani. Ya'ni o'zi qashshoq bo'lmay turib, o'zi kambag'al bo'lmay turib, muhtoj bo'lmay turib, nogiron bo'lmay turib, mana shu narsalarga da'vo qilayotgani, orsiz, hamiyatsiz bir qatlam paydo bo'lgani, ochko'z bir qatlam paydo bo'lgani, ikkinchisi sabr qanoatning yo'qligi. Mana shu narsalar, ya'ni ziyolilarning davlat siyosatini jamiyatga to'g'ri tushuntirmayotgani va inson har qanday holatda inson bo'lib qolishini eslatib turish lozimligini ham ko'rsatadi. Jamiyatda inqilobiy vaziyatlar qachon paydo bo'ladi? Qachonki g'avg'o ahli va jaholat ahli hokimiyat tepasiga intiladigan bo'lsa, odamlar o'zining ma'naviy mayog'ini esdan chiqarsa. Bugun mana davlat rahbari aytib turibdilar, muhtaram prezidentimizki, jamiyat taraqqiyotining bir qanoti iqtisodiyot bo'lsa, ikkinchi qanoti ma'naviyat. Bir qanot bilan qush ucha olmaydi. Iqtisodiyotning mustahkamligida ham, ma'naviyatning barqarorligida ham birinchi navbatda o'sha ziyoli mas'uldir. Umuman ziyoli haqiqatni, qulay paytni poylamasdan, birovni izzat nafsiga tegmasdan aniq ayta oladigan jur'atli inson. Bizda ya'niki ziyoli va hukumatning o'rtasidagi munosabat, haqiqatni ayta olish masalasi nozik bir chegaralari bor. Men Amir Temur bobomizga u kishining pirlari Shayx Zayniddin Toyibodiy yozgan maktublarni o'qidim. O'shanda dastlab 2-3 jumlada zamon podshosini, ya'ni sohibqiron Amir Temurning xizmatlari, u kishi ko'rsatgan muruvvatlari haqida juda minnatdorchilik baland pardalarda ta'rif va tavsiflar keladi. Undan keyin muddaoga o'tadilarda aytadilarki, Jom shahrida Shayx Zindapil Ahmad Jomining nevaralari o'sha yerda yashaydi, lekin ular iqtisodiy tomondan ozgina qiynalib qolibdi. Siz adolatli, muruvvatpesha bir podshosiz, o'shalarga ozgina e'tibor ko'rsatsangiz degan gapni aytadi va davomida bir ilova qiladi, lutf qiladi. Men bilamanki, bu narsalarda albatta siz allaqachon ko'nglingizda tugib qo'ygansiz. Lekin shunday hadis borki, kimki bir yaxshi ishga dalolat qilsa, shu xayrli ishni qilgan odamchalik savobga ega bo'ladi. Men ham shunday savobga ega bo'lish umidida sizga ushbu masalani eslatdim deydi. Bu pirning muridga yozayotgan maktubi. Agar bugun xuddi shunday bir murojaat qaysidir bir ziyoli tomonidan davlatimiz rahbariga yozilsa,
u kishini ijtimoiy tarmoqda sazoyi qilib maddoh, nonko'r, palonchi, xushomadgo'y, laganbardor deymiz. Lekin sharqda lutf muomala madaniyati shuni talab qilgan. Ya'ni men bu bilan nima demoqchiman? Ziyoli haqiqatni yuzaga chiqarish uchun, adolatni barqaror bo'lishi uchun har qanday usul va vositalardan foydalanishga haqli. Qon to'kilmasdan, ko'z yosh to'kilmasdan mana shu narsani amalga oshirishga, xalqni og'irini yengil qilishga jon jahdi bilan harakat qiladigan odam ziyoli bo'ladi. Xalq o'zi bir ko'zguga bir ehtiyoj, ma'naviy ehtiyoj sezyapti va bugun endi ziyoli ijtimoiy bir ehtiyoj, tabiiy bir ehtiyoj sifatida maydonga chiqish vaqti keldi. Va mana shunday paytda endi ijtimoiy tarmoqda ham, matbuotda ham, televideniyada ham va o'z sohasida ham haqiqiy ziyolilarning ovozi asta-sekin eshitila boshlanyapti. Va bu qanday namoyon bo'ladi? Birinchi navbatda san'atning barcha me'yorlariga javob beradigan sof badiiy asarlar. Hayot haqiqati, voqeligini bo'yab bejamasdan badiiy tarzda inkos etadigan asarlar yaratilyapti. Bu bir. Ikkinchidan, bizning moddiy va ma'naviy merosimiz asliyatda qayta talqin qilib xalqqa yetkazilyapti. Uchinchisi, jamiyatdagi mavjud ijtimoiy muammolar og'ir bosiqlik bilan faqat uni tanqid qilmasdan, balki uni yechimi bilan, taklifi bilan kerakli idoralarga yetkazish mexanizmlari shakllanyapti. Alloma Iqbol aytadiki, mening jamiyatim meni sirlarimni bilmaydi. Mening Yusufim bu bozor uchun emas. Meni g'oyalarimni 100 yildan keyin tushunadi deyshadi. Alloma Iqbol shu gapni aytayapti. Yoki Moturudiyning g'oyalari u kishining vafotidan keyin ommalashdi. Bahouddin Naqshbandning g'oyalari dunyoga yoyilishi u kishining vafotidan keyin bo'ldi. Va bu narsalar, ya'ni g'oya o'zidan ko'ra umri uzoqroq bo'lishi, mana shunday peshqadam g'oyalar, jamiyatning kelajagini o'ylab o'sha saodat yo'liga eltuvchi g'oyalarning mualliflari albatta ziyolilar bo'ladiki, bunday ziyolilarga har doim ehtiyoj bor. Bugun dunyo bir kiprikdagi yoshdek shu qalqib turibdi. Lekin atrofimizda bo'layotgan voqea hodisalar shuni ko'rsatyaptiki, mamlakatning asosiy kuchi uning iqtisodiy imkoniyatlarida emas. Mamlakatning asosiy kuchi uning harbiy salohiyatida ham emas. Mamlakatning asosiy kuchi uni hatto rahbarlari kimligida ham emas. Mamlakatning asosiy kuchi xalqning vatanparvarligida va ziyoli bilan xalq birdamligida. Xalqimiz, aholimizni birdam qila olsak, birdamligini saqlay olsak, o'shandagina biz ziyoli o'zini missiyasini bugungi jamiyatda ado etyapti deb ayta olamiz. Uning uchun xalq ziyoliga ishonishi kerak. Buning uchun esa ziyoli chin ma'noda o'sha tom ma'nodagi siz ta'rif berib o'tgan halol, insofli, vijdonli, fikrli degan o'sha filtrdan xalos bo'lgan, qo'rquvni yenga olgan ziyoli bo'lish kerak. Mana bugun o'sha ziyoliga o'zini to'liq namoyon qilishga nimalar xalal beryapti deb o'ylaysiz? Jamiyatmi yoki o'sha odamni hamma gap ziyolilarning o'zida qolganmi yoki bargan bir tashqi kuchlar ham, tashqi ta'sirlar ham bormi? Hali bir yaxshi misolni keltirdingiz, o'sha Stalinni, Abdulla Qodiriyni. Oxir oqibatda kim g'olib bo'ldi? Kimni yuzi yorug' bo'ldi? Demak, agar qaysidir ma'noda agar ziyolilar chetga surilgan bo'lsa va ularning mavqei pasaygan bo'lsa va ular kamaygan, sayozlashgan bo'lsa, demak o'sha johil, zolim podshohlarning ham aybi bor ekanda. O'sha Gitler aytgan-ku, bu ziyolilar bu jamiyatni sarqiti degan. Chingiz Aytmatovni dunyo adabiyoti xazinasi qo'shgan bir bebaho obrazi bor. Bu Manqurt obrazi. Manqurt obrazini adabiyotshnoslarimiz mana shu sovet kishisining bir timsoli, o'zligidan, tarixidan, xotirasidan mosuvo bo'lgan, hatto onasini tanimagan Jo'lamon obrazi misolida o'zini xalqiga, millatiga xiyonat qilgan odamlar timsoli deb aytishdi.
Jo'lamon obrazi juda yuksak obraz. Va meni nazarimda Chingiz Aytmatov mana shu Jo'lamon obrazi misolida soxta ziyolilar aslida manqurt ekanini ko'rsatdi. Sovet parchalanib ketdi. Mustaqil bo'lganimizga 35 yil bo'ldi. Lekin manqurtlik sindromi hali ham ketgani yo'q. Alam qiladigan joy shuki, mana shu sindrom, mana shu manqurtlik eng tuban darajalari, eng tuban ko'rinishlari ziyolilarda. Jo'lamon onasiga o'q otayotganda, bexato o'q otayotganda bu narsani g'ayri shuuriy bir tarzda ongsizlarcha, haqiqiy manqurtlarcha qildi. Ammo ziyolilar mana shuni bila turib qiladi. Shavq va zavq bilan. O'sha arzimas bir matoh, o'tkinchi bir muvaffaqiyat, bir mansab evaziga, o'tkinchi bir ilinjlar, oniy bir shuhrat uchun o'zligiga xiyonat qiladi. Va mana shu manqurtlik sindromi bugungi kunda jamiyatning taraqqiyotiga to'siq bo'lyapti. Agar bir poraxo'r olim bo'lsa yoki shifokor bo'lsa yoki bir axloqi buzuq bir san'atkor bo'lsa, bu san'atkorlar yoppasiga axloqi buzuq, yo olimlar yoppasiga poraxo'r degan gap bo'lmasligi kerak. Ammo muammo shundaki, boshqa soha vakili agar bir jinoyat qilsa, boring hatto davlat xizmatchisi, falon tumanni soliq inspektori pora bilan qo'lga tushibdi desa, odamlar ha bir falon soliqchi pora bilan qo'lga tushibdi deydi. Ammo birorta olim yo biror diniy ulamo pora bilan qo'lga tushsa, olimlaring shunaqa ekan, shoirlaring shunaqa ekan, ulamolaring, mullalaring shunaqa ekan deb butun boshli bir qatlam mana shu tavqilanadi qoladi. Shuning uchun ziyolining sha'ni bu faqat o'ziga emas, balki hammani sha'ni yagonadir. Va mana shu ziyolining sha'niga gard yuqtirmaslik uchun har bir ziyoli o'zi shaxsiy mas'uliyatini his etish kerak. Sababi ziyolining bir nojo'ya qadami butun boshli mana shu qatlamga la'nati tegishini, xavfini sezib yashashi kerak. Bu juda og'ir mas'uliyat. Lekin shunga harakat qilish kerak bo'ladi. Imom Azam bizning mazhabboshimiz juda chiroyli kiyinib yurar ekanlar. Keyin shogirdlardan biri so'rabdi ki, Hazrat, hadis bor, al-faqru faxri, faqirlik mening faxrimdir. Siz nimaga buncha po'rim kiyinasiz desa, men bu kiyimlarim bilan sodda yoshlarni sayd qilaman, ovlayman ki olim bo'la turib ham yaxshi yashash mumkin. Ammo qachonki u ilmning lazzatini o'zi tanasida, vujudida, ruhiyati his qilsa, bu kiyim-kechak, bu mol dunyo ilmning lazzatidan, ijodi lazzati oldida hech narsa emasligini o'sha sezadi deydi. Biz mana shu qobiqni kuchaytirishimiz kerak. Ziyolilarimizni ijtimoiy faollik yetishmayapti. Ijtimoiy faollar ilmni vositai joh qilganlar. Lekin johni vositai ilm qilganlar. Ya'niki o'sha imkoniyatlarini ilm, fan, ijod, jamiyatning barqarorligi, ma'naviyatini mustahkamligiga sarflaydigan olimlardan ko'ra shu lavozimni, shu imkoniyatlarni o'zini shaxsiy manfaatlari rivojlanishga xizmat qildirayotganlar ko'p. Va alam qilarlisi shu haqiqat, adolat, to'g'rilik haqida bong urayotganlarga mansab tekkudek bo'lsa, o'sha zahoti ana vijdon ovozi o'chib qolyapti. Demak, u haqiqiy ziyoli emas. Shunaqa soxta ziyolilarning nisbati haqiqiy ziyolilarga nisbatan hozircha ko'payib qolyapti. Va biz mana shunga qarshi kurashishimiz kerak bo'lyapti. Jadid gazetasida akademik qahramonimiz Shavkat Ayupov juda yaxshi bir suhbat qildilarda va o'shanda aytdilarki, mana shu fanlardagi soxta dissertatsiyalarning, soxta olimlarni urishib borayotganda birinchi navbatda o'sha fan sohasining darg'alari aybdor. Bunga siyosat ham aybdor emas, Moliya vazirligi ham aybdor emas, Vazirlar Mahkamasi ham, prezident administratsiyasi ham. Bunga olimlarning o'zi. Sababi himoya qilishga yaroqsiz bir dissertatsiya keladi.
Lekin qarg'ani ko'zini cho'qimaydi. Qarg'alar anjumaniga aylanib qolyapti ayrim sovetlar. Va ertaga mana shu o'zi arzimagan bir 4 tanga uchun yozgan xalturasi evaziga bir diplom sohibi bo'lgan odam ertaga charxi gardonni aylanishi bilan unga rahbar bo'lib, unga aql o'rgata boshlasa, keyin yana kimlardandir domangir bo'ladi. Mana shu manqurtlik sindromini yo'qotish uchun biz birinchi navbatda haqiqiy ziyolilarimizdan shaxsiy o'rnak, ibratni ko'proq ko'rsatishlarini istar edik. Yomonlikni yaxshilik bilan isloh qilish imkoniyatlari ko'p va buning uchun shunchaki tomoshabin bo'lmasdan, balki o'sha yovuzlik, o'sha jaholat, o'sha nodonlik, o'sha soxtakorlikni oldini oladigan boshqa bir yo'l vositalar bilan baribir ziyolilar harakat qilishlari kerak. German Gesseni cho'l bo'risida Gesse shu gapni aytadi. Biz deydi ziyolilarning mana shu jamiyatni avangard qismi deb o'ylardik, ammo Krupga o'xshagan shu puldorlar jamiyatni tepasiga chiqqandan keyin ziyolilar bir hovuch mahmadani vaysaqi ekanini va jamiyat ularni shunday qabul qilishini biz angladik dedi. Lekin buni bahosi Germaniyaga qanchaga tushdi? Ya'ni ziyolini eshitmaslik Gitlerga va Gitlerni qo'llagan sarmoyadorlarga ergashish Germaniyaga qanchaga tushganini tarixda o'zi ko'rsatdi. Shuning uchun ham shu holatlarga chek qo'yish uchun ziyolilardan jasorat talab qilinadi. Yaxshi narsalarda zo'r bo'pti deganlar bu hali ziyoli emas. Ziyoli yo'q deya bilish ham kerak. Ana shu yo'q deya olish, ana shu masalada, ya'niki jamiyatda muayyan bir prinsipial masalalarda o'zining shaxsiy fikrini qo'rqmasdan ayta olish va o'zining pozitsiyasini jamiyatda hurfikrlikni ta'minlashga hissasini qo'shadigan odamgina ziyoli bo'ladi. Kuni kecha yozuvchilar uyushmasida madaniyat vaziri, yozuvchilar uyushmasining raisi, administratsiya mas'ul xodimlari ishtirokida ziyolilar bilan muloqotda guvohi bo'ldim. Va shu yerda paradoksal bir holatga men guvoh bo'ldimki, birinchidan hali ham ayrim ziyolilarimizda qo'rquv bor ekan. Hali ham 10 yil o'tdi, yangi qudrat hokimiyat tepasiga kelganda hali ham tomog'imizdagi filtrni olib tashlashga jur'atimiz yetmayapti. Birinchisi shu. Ikkinchisi fikrsizlik jamiyatni bir juda bir saviyasini tushirayotganini ko'rsatyapti. Endi ziyolidagi agar fikr bo'lmasa, bu juda katta muammo hisoblanadi. Nega jamiyatda fikrsizlik paydo bo'lyapti? Ma'naviyatsizlik, axloqsizlik ko'payib ketyapti. O'shani javobini biz ziyolilardan so'rashga haqqimiz bormi? Albatta haqqimiz bor, sababi intelligensiya hech qachon xalqqa ergashmasligi kerak. Balki xalq ziyolilarga ergashishi shart. Ammo bugungi kunga qadar hayot haqiqati shuni ko'rsatyaptiki, biz ommabop, hammabop bo'lish yo'lidan borib, mana shu didsiz-likka uchradik. Saviyasi baland asarlar qancha ko'p bo'lsa, jamiyatda shu fikrsizlikdan qutqarish imkoni bo'ladi. Ikkinchi jihati bor. Xo'p, Aytmatov yoki jahon adabiyoti, jahon san'ati namunalarinigina o'qib, xalq didi saviyasi yuksalishi qiyin. Balki xalqning didini, saviyasini milliy asarlar shakllantiradi. Bizning hayotimizda in'ikosi bo'lgan badiiy ilmiy asarlar shakllantiradi. Qachonki biz mana shu beshik, alla, motam, kafan, to'y, hasham har birining ziyoratning ma'no mohiyatini, falsafasini anglatadigan, tushuntiradigan bir asarlar paydo bo'lsa, o'shandagina xalq o'zidan va o'zligidan g'ururlanadigan bo'ladi. Fikrlashdan to'xtagan ziyoli, o'qishdan to'xtagan ziyoli, uni ziyoli deb bo'ladimi? Retro qo'shiq bo'ladi, lekin retro ziyoli bo'lmaydi. Ziyoli har zamonda o'zini har kuni yangilab, jamiyatdan
hech bo'lmasa bir kun oldin yurish kerak. Nima uchun o'zbek to'y qilib katta pullarni sarflab o'zini baxtli his qiladi? Nima uchun mana shu to'y tufayli bizda ko'pkarilar, kurashlar, milliy o'yinlarimiz, raqslarimiz, baxshichiligimiz, maqomimiz to'y tufayli saqlanib qoldi-yu, bugun yoppasiga hammamiz to'yga yopishib oldik. Nima uchun bizning ertaklarimiz boshqa xalqlar ertaklaridan farqli o'laroq oxiri faqat to'y tomosha bilan tugaydi. Oddiy odamlar 3 kecha kunduz, pahlavonlar 7 kecha kunduz, podsholar 40 kecha kunduz to'y beradi. Boshqa xalqlarda shunday emas. To'yning falsafasi, to'yning mohiyati va xalqning to'yga bo'lgan munosabatini ochib beradigan birorta asarimiz bormi? Baxtimiz va baxtsizligimizni ko'rsatadigan to'y haqida nima tahlillarimiz bor? Ana shunday narsalarni qachonki biz asarlarimizni ifoda etib bersak, o'shandagina biz ma'naviy illatlarimiz haqida, did, saviya yoki o'sha orzu havaslar haqida keyin gapirishimiz mumkin bo'ladi. Millatni, xalqni, jamiyatning taraqqiyotini uning orzulari ko'lamiga qarab baho berish mumkin. Bugun bizning xalqimizning orzulari badavlatlik darajasiga yetishni 5-6 ta kriteriyasi bor, mezonlari bor. Bular ko'p to'lanadigan maosh, yaxshi ishxonada ishlash, yaxshi to'y qilish, yaxshi imorat solish, yaxshi mashina olish va hojaka bo'lish. 5 ta orzusi bor. Ammo shu orzular qatorida men farzandimni Imom Buxoriydek buyuk olim qilib voyaga yetkazaman. Men bolamni orzusini ro'yobga chiqarish uchun barcha imkoniyatimni sarflayman. Men o'zim shaxs bo'la turib, mana shu jamiyatda o'z ovozimga ega bo'ladigan bir shaxs bo'laman. Shu sohamni birinchi raqamli mutaxassisi bo'laman degan orzular afsuski kamroq. Men falon dardga davo bo'ladigan dori yarataman. Men mana shu og'irni yengil qiladigan bir texnologiya yarataman degan orzular bizning farzandlarimiz va o'zimizda mana shu orzular shakllanmaganligi, bizning didimiz, saviyamiz, orzularimiz hammasi qoringa qaratilgani, dunyoga biz cho'ntak ko'zi bilan qarayotganimizdan dalolat beradiki, mana shu illatdan qutqarish bu ziyolining birlamchi vazifalaridan hisoblanadi. Men fikr erkinligi tarafdoriman. Gap erkinligi tarafdori emasman. Gap erkinligi boshqa, fikr erkinligi boshqa. Ammo bugungi kunda bizning jamiyatimizda fikr qahatchiligi mavsumi kelganga o'xshayapti. Bu ham vaqtincha bo'lsa kerak, sababi arab maqoli borki, agar har kuni quyosh chiqadigan bo'lsa, dunyo cho'li biyobonga aylanadi. Ya'ni qachondir bir yomg'ir bo'lishi kerak, sel kelishi kerak, qor yog'ishi kerak, tuman bo'lishi kerak, katta bir obi rahmat yomg'irini, fikrlar rang-barangligi yomg'irini kutishda turibmiz hozir. Zora keyin bir yangiliklar bizni yangi O'zbekistonimizga yanada ko'payib borsa, qaysi formatsiya, qaysi davlat, qaysi tizim bo'lmasa ziyoli bilan hisoblashishga majbur. Tizim yo hukumatning ziyoliga munosabati ikki xil bo'ladi. O'zbekiston ziyolilarini agar misol keltiradigan bo'lsak, har yili davlat mukofotlari, orden va medallar berilgan ziyolilarimizga. Qo'sha orden va medallar olingan bo'ldi. Ammo e'tibor va ehtirom yo'q edi. E'tirof yo'q edi. U shunchaki bir sendan ugina, mendan bugina qabilidagi bir holat bo'ldi. Va bugun endi O'zbekistonda hattoki yangi O'zbekiston davrida yashamagan odamlarga ham o'tib ketgan marhum ijodkorlarimizga ham davlat mukofotlari berilishi bu faqat mana shu ziyolilarga bo'lgan e'tiborini ko'rsatadi va ularning xizmatini, e'tirofini ko'rsatadi. Jamiyatda ziyolining faqat mana shu mustaqillik yo yangi O'zbekiston yoki nimani kuylagani uchun emas, balki jamiyatning
ma'naviy mezonlarini mustahkam bo'lishga xizmat qilayotgan ziyolilarimizni e'tirof etish hodisalari ham ko'payib bormoqda. Qolaversa, jamiyatning o'zida faqat birovlardan talab qiluvchi emas, balki o'zi shaxsiy bir o'rnak ko'rsatadigan bir qatlam shakllanyapti. Men ustozlardan emas, safdoshlarim va hatto bizdan yoshroq bo'lgan qatlamda shunday ijobiy holatni ko'proq kuzataman. Men bir katta amaldor bir do'stim bor, meni adashim. Katta amaldor. Davlat xizmatchisi. Shu odam har shanba kuni farzandlarini olib borib jamoat hojatxonasini tozalab chiqadi. Kibrni yo'qotish uchun. Bugun tumanlarda yoki o'sha mahallalarda bir vazirlarni, shoirlarni, aktyorlarni, ijodkorlarni ko'rish bir odatiy holga aylandi. Ya'ni shu orqali xonadonma-xonadon, hovlima-hovli, mahallama-mahalla yurish orqali ziyolilardagi o'sha kibrni o'ldirish va uni mas'uliyatini sezdirish harakati boshlangan. Ziyolilarimiz bor. Ammo sanoqli. Mana shuni safini kengaytirish haqida biz o'ylashimiz kerak. Ya'ni qanday qilib mana shuni jamiyat idealiga aylantirish. Va bu turlari nimasi juda ko'p, baribir shaxslar ana shu qatlamni shakllantiradi. Bugungi yoshlarimizni yaxshilari bizning yoshligimiz davridagi yaxshilardan ko'ra ancha yaxshi. Lekin bugungi yoshlarimizning yomonlari bizni yoshligimiz davridagi yomonlardan ancha tuban. Ya'ni mana shu jamiyatda tabaqalanish, bir radikal bir ayirmachilik, bir kayfiyat paydo bo'lishi bizni tashvishga solyapti. Har qanday taraqqiyotga, har qanday ma'rifatga eng katta to'siq bo'ladigan narsa meni nazarimda jamiyatda eng xavfli qatlam bu ahmoq miyasi aynigan nodon chollar. Eng xavfli kuch shular bo'ladi. Lekin bu nodon chollar osmondan tushmaydi. Bu nodon chollar, bu ahmoq chollar mana shu ahmoq yoshlar, nodon yoshlardan yetishib chiqadi. Shuning uchun biz yoshlarni o'zi bilish kerakki, ertaga u tinch yashashi uchun, u osuda yashashi uchun, u hayotda kamroq mana shu to'siqlarga duch kelishi uchun birinchi navbatda o'zini tengqurlariga qaysidir bir ma'noda ta'sir ko'rsatish kerak va ularni yetog'iga ergashtiradigan bir kuchga aylantirish kerak. Aks holda mana shu qancha johil yoshlar, nodon yoshlar, ahmoq yoshlar, yomon yoshlar qancha ko'paysa, ertaga 20 yil, 30 yil, 50 yildan keyin ular xavfli bir kuchga aylanadi. Ya'niki yoshi ulg'aygandan keyin ular xavfli kuchga aylanadi. Va bu dahshatli kuch. Birgina miyasi aynigan masalan bir johil, bir ahmoq chol ko'rsatadigan yomonlik, jamiyatga yetkazadigan zararni 10 ta yosh qila olmaydi. Shuning uchun biz bugundan harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bir muammo bor, biz faqat kimdandir kutamiz. Hasan Basriyning bir yaxshi gapi bor. 40 yil bu dunyoni o'zgarishiga harakat qildim. Hech narsaga erisha olmadim. O'zimni isloh qila boshladim. Dunyo ko'z o'ngimda o'zgardi deydi. Men bu gapni ko'p takrorlaganman. Lekin mana shu narsa, ya'niki har bir odam o'zidan boshlash kerakligini va har bir odam qaysidir bir ma'noda ziyoli bo'lish lozimligini biz bugun uqtirishimiz kerak. Qanday qilib? Targ'ibot orqali emas, suhbat orqali emas, ibrat orqali. Ibrat orqali yaxshilik ham xuddi bir virus kabidir. Agar bir joyda so'zi va amali bir bo'lgan odam bo'lsa, o'sha joyda mana shu illatlar kamayadi. Dashnobodda bir Eshon bobo bor. Shu Chashma degan qishloqda Eshon bobo bor. Shu odam juda xokisor va so'zi amali bir tom ma'nodagi ziyoli. O'sha qishloqda qo'ydi chiqdi, necha yildan beri yo'q. Sababi ana shu odam o'zi shaxsiy o'rnak ko'rsatadi va uning so'zi odamlarga ta'sir ko'rsatadi. O'sha gapni agar men aytsam, o'sha qishloq aholisiga ta'sir ko'rsatadi. Sababi men
o'z so'zimga amal qilmaydigan odamman, ammo u kishi amal qiladi. Ana shuning uchun ham birlamchi navbatda ziyoli degan qatlam so'zi va amali bir bo'lishiga harakat qilish kerak. Agar ziyoli o'zini isloh qilsa, jamiyat o'z-o'zidan shu tuzalib boraveradi. Juda ko'p guvoh bo'lganmanki, o'zi olim bo'la turib, masalan bir avtobusga yoki taksiga chiqqanda nima ish qilasiz desa, falon idorada ishlayman, men olimman deb ayta olmaydigan, tili aylanmaydigan, uyaladigan, ziyoliligidan uyaladigan bir davrlar ham keldi. Lekin bugun ziyoliligidan faxrlanadigan, ziyoli bo'lish sharaf bo'ladigan bir davr kelyapti. Men shuni bir epkinlarni his qilyapman va o'ylaymanki, bu yaqin orada o'zini samarasini beradi. Odamlarning qo'llari, ko'zlari, qiyofasi, sochi, oyog'i, tana tuzilishi bir-biriga o'xshaydi. Faqat bir tana a'zosi borki, u notakror, bu qalb. Mana shu millatning qalbi bu ziyolilar. Ana shu qalbni asrash bu millatning vazifasi va o'z navbatida mana shu tanani, mana shu vujudni sog'lom bo'lishini ta'minlash ham o'sha qalb, ya'ni ziyolining zimmasidagi vazifa hisoblanadi. Bo'lur? Final bo'ldi. Rahmat.